Aka, bugun men ertalab ketmoqchiman. Onam biroz betobdilar. Bir qo'sqina shashlik etay onajonimga. Bay. Eting. Bu havasim keldi Jahongir bu gapingizga. Yomon maza qilib gapingizga. Bo'rsashlik, o'yin bo'rsashlik ettiraymi shu kun sizga? Men onaginam rahmatli o'tib ketganlar. Kimga otamam etganlar. Alloh rahmatiga olgan bo'lsinlar. Kimga bir bo'rsashlik etay, kimga qo'y so'yay, tuya so'yay, fil so'yay. Hozir boring eting, bitta she'rcha aytib beraman ona haqida. Siz ikki bo'rsashlik ettiraymi sizga shu kun? Shunday qiling. Qarang. Allasiga alishmasman dunyoni. Ming bitta duodan afzal har so'zi. Devona qilurman dardman daryoni, bir tomchi yosh ila namlansa ko'zi. Terib qo'ysang barcha shoir deganni, she'rlarini baland tog'ning toqiga. 10 mingta majnun ham nima bo'libdi arzimas sochining bitta oqiga. Shirk emas kechirsin meni Xudoyim. Men faqat onamni tavof qilaman. Boshidan o'girib ichgan suvimni 100 mingta zamzamdan afzal bilaman. Bilsam o'zi tirik ma'budku onam. Aslida mehridan bunyod bo'libman. Nurdayin pok, oppoq Ka'baku onam, men esa oq Ka'ba izlab yuribman. Rosti gap dunyoni o'tolib ketar, onamni sog'inib yig'lasam agar, mendayin shoirlar bir tinga qimmat onasining duosini olmasa agar. Nechi pors? 2 port menda. Yashang, olib boring. Duolarini oling, pajon. Rahmat.